Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yana usul fiqh ilmi haqidagi darsimizni davomlashtiramiz. Bugün usul fiqh ilmining kelib chiqish tarixi. Sahabeler Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning zamonidan keyin shar'iy ahkamlarni yangi voqealarga, hodisalarga tatbiqlash uchun shar'iy ahkamlarni ijtihod qilib, istinbot qilib chiqarishda o'zlarining ko'ngillarida urilishib ketgan asosdan chiqaradi. Ular shu asoslarni şeriatning naslaridan va shariatning ruhidan o'rgangan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tasarrufatlaridan va ishlaridan o'rgangan. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishlari bilan birga yashagan, ko'rgan. Ba'zida ularning ba'zilari ba'zi masalalarga juz'iy hukmni istinbot qilib chiqarish tayangan asosni ochiq o'tirib qo'yadi. Masalan, Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu bir kishining haj tamattu qilishdan cheklaganligini anglagan vaqtida, ya'ni u kishi Ömer radhiyallohu anhuninki cheklimasiga agishib, Ömer radhiyallohu anhu cheklagan deb cheklaganligini anglagan vaqtida degan so'zi. Ya'ni haj tamattu deganda bir kishi haj mavsumida umriga ihrom bog'lab, ihromdan chiqqandan keyin hajga ihrom bog'lagan bo'lsa, bu haj tamattu bo'ladi. Shuning bilan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu kishiga mundaq dedi: "Sizlarga osmondan tosh yog'dirishga oz qoldi. Men sizlarga Allohning payg'ambari mundaq dedi desam, sizlar Abu Bakr va Umar mundaq dedi deyapsizlar." Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Umar ibn Xattobning o'g'li turib, bu yerda dadasining gapi bo'lsa-mu, garchi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zini oldin o'rin qo'yatdi. Abdullah ibn Ömer bu yerda haj tamattu joiz dedi. Mana bu fiqhdagi bir juz'iy hukm. Ve Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu haj tamattuning durust emasligidan iborat bu so'zni rad qilishda bir usuliy qoidaga tayangan va bu usuliy qoidani ochiq o'tirib qo'ygan. U bo'lsa-mu, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatidan iborat bu dalil sahobaning so'zining oldiga qo'yiladi. Gerçi o sözününki igisi ikki shayxning biri, ya'ni Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhuma ularning biri bo'lgan taqdirda. Va yana Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuni qozilik mansibiga urilashtirgan vaqtida uning aytgan bunu so'ziga o'xshash deydi. O'xshaydigan, bir-biriga o'xshab ketadigan misollarni, voqealarni bilgin va ishlarni o'zining ra'yi, ijtihodi bilan qiyos qilgan. Mana bu gap, yani Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhuning bu so'zi qiyos bilan amal qilishga ochiq oshkor deyilgan so'z. U bo'lsin bir usuliy masaldir. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan keyin sahobalar hukm elishda mana shunday usuliy qoidalarga tayangan. Gerçi bu qoidalar usul fiqining qoidalari deb bundaq atalmasmi? Ular shariatning ruhi, Qur'on Karim va hadis Rasulullohdan o'rgangan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ishlaridan o'rgangan shu qoidalarga tayanib turib hukm chiqaradi. Sahobalar davridan keyin tabiinlar davrida va ulardan keyin kelgan kishilarning davrida bo'lsa, nurg'un davlatlarning islom hukumati ostiga kirib ketganligidan kelib chiqqan hodisalarning ko'payib ketganligi tufaylidan ijtihodga ehtiyoj, hojat ko'payib ketdi. Şunun bilan nurg'un tabiinlar fatvoda mutaxassis bo'ldi. Ondan ular istinbotlarda, ijtihodlarida belgili qoidalarga, ma'lum tunishliq prinsiplarga va ro'shan asoslarga tayanib turib, shuning ustida mengishga muhtoj bo'ldi. Fatvoda mutaxassis bo'lgan shu tabiinlarning fiqh haqidagi so'zlar jarayonida mushu qoidalar, usul qoidalar haqida to'xtalgan so'zlar bor edi. Demak, tabiinlardan bo'lgan faqihlarmi fiqh masalalarni o'tirib qo'ygan vaqtida usul fiqh qoidalari haqida to'xtalgan. Ammo usul ilmi boshqa fanlardan ajratilmagan. Ammo Imom Shafi'i Ar-Risala deb nom qo'ygan o'zining shu kitobida usul fiqhining masalalarini to'plagan. Imom Shafi'i bu kitobni Qur'on, sunnat, ijmo va qiyosdan ijtihod qilib
hüküm elish asoslari haqida to'xtalish uchun ayrim kitob qilgan. Ya'ni bu kitobda faqat usul fiqh haqida to'xtalgan. Nasikh, mansukh, xos, am qatorliqlar haqida to'xtalgan. Yana hadislardan qaysilari hujjat bo'la oladi va qaysilari hujjat bo'la olmaydi bu haqda to'xtalgan. İmam Şafii o'zining Ar-Risala degan bu kitobida bu ilmning, ya'ni usul fiqh ilmining chechilib ketgan tarqoq masalalarini jo'g'ilgan. Bu masalalarni ilgari o'limalar undan ilgari ishlatgan, qo'llangan. İmam Şafii bu masalalarni uningdan to'g'ri xatosini o'rgangandan keyin o'zining Risala degan kitobida yozgan va shu kitobida o'xshash bo'lmagan ko'z qarashdagi taraflar bilan qilgan munoziralarini ham yozgan. U bu ilmni ratladi, puxtaladi, bekitdi. Bu ilmga bir haykal yasab berdi. Undan keyin kelgan olimlar mush bo'yicha yo'l tutdi. Va usuli kitoblar ko'payib ketdi undan keyin va usulshunos olimlar usul fiqhining masalalarini tahrirladi. Usul fiqh ilmi taraqqiy qildi, o'sdi. İjtihad va ijtihad qilish, dalillardan ijtihad qilish oson bo'lib ketdi. Chunki hukmlar belgilik va shundaqla dalillarmi belgilik, ma'lumlik bo'lib qoldi. İjtihad qilishning yo'llari nihoyatda ro'shan, muqim bo'lib ketdi va xato ijtihadni bilish mumkin bo'ldi. Xato ijtihadni to'g'ri ijtihaddan farqlantirgili bo'lgan bo'ldi. Chunki xato ijtihad qiluvchi ijtihadida xato dalillarga tayindi. Bu xatoliklarni bo'lsa, o'limalar tadqiq qilib bo'lgan va xatolik o'rinlarini belgilab qo'ygan edi. Yoki to'g'ri bo'lmagan xato dalolatlarni ishlatdi. Yoki ijtihad qilishda salohiyat to'shmaydigan kishi ijtihad qiladi. Shunday bilan uning tushunchasi to'g'ri yo'ldan qayib ketgan bo'ladi. Demak, İmam Şafii rahimahulloh usul fiqh ilmida buni mustaqil bir fan qilib, kitob qilib yozgan tunji kishi. Undan keyin o'limalar usul fiqh haqida nurg'ulg'an kitoblarni yozdi va usul fiqhining qoidalari belgilik, masalalari belgilik bo'lib ketgandan keyin ijtihad qilish burunqidan ko'p osonlashib ketdi. Farahimallohu al-Imam Şafii rahmatan wasi'a va askanahu fasiha jannatihi. Tanbih deydi. Agar usul fiqh ilmining kelib chiqish tarixi haqida texim kengroq izlanmoqchi bo'lsa, Ibn Xaldunning Muqaddamatu Ibn Xaldun degan kitobiga murojaat qilinglar. Uning oxirida bir fasl bor, muhim bir fasl bor bo'lib, usul fiqh ilmining tarixi haqida to'xtaldi. Uningki taraqqiyot bosqichlari va uning tadqiqotlari bu haqda yozilgan asosiy kitoblar haqida to'xtalgan muhim bir fasl bor oxirida debdi. Bu darsdagi ikkinchi mazmun usul fiqh ilmini o'rganishning hukmi nima? Usul fiqh ilmini o'rganish boshqa foydali to'g'ri ilmlarningki ko'pinchasiga o'xshash shar'iy bo'lsin yoki shar'iy emas, masalan tibobat ilmi qatorliq ilmlarga o'xshash vojib kifoya. Ya'ni bir qism kishilar o'rgansa, boshqalarning gardinidan saqit bo'ladi. Usul fiqh ilmini o'rganish vojib dedik, ya'ni vojib kifoya dedik. Chunki shariat naslarini tushunish, ya'ni shariat naslari bilan amal qilish uchun shariat naslarini Qur'on Karim hadis Rasulullohni tushunish va voqealar uchun, voqeliklar uchun hukmlarni ijtihod qilib chiqarish faqatla shu usul fiqhini o'rganish bilan mumkin bo'ladi. Chunki agar bu ilmni o'rganish tark etilsa, kishilar Qur'on Karim va hadis Rasulullohni tushunishda oldi-keyin dastlab qoladi. Va ularning Qur'on va sunnat bilan amal qilishlari hidoyat ustida bo'lmaydi. Balki ular talab qilingandek to'g'ri tariqada amal qilmasdan balki uning aksicha amal qiladi. Vojib ayn, ya'ni farz ayn bo'lmasligining sababi musulmonlardan har bir yakka shaxs uni o'rganishga muhtoj emas, balki uningga ilm ahlilari, fiqhshunoslar va o'zlarini fatvo uchun tishilganlar yoki qozilik va kishilarning orasida shariat hukm bo'yicha hukm chiqarish uchun qo'yilgan kishilar o'rganishga ehtiyojliq. Agar usul fiqhini o'rganishga yetarlik odam bo'lsa, boshqa kishilarga bu ilmni o'rganmasin bo'ladi.
Vacib bo'lmagan kishilar o'rgansa, ya'ni bu ilmni o'rganish vacib bo'lmagan odatdagi kishilar o'rgansimi, uning haqida mustahabdir va yaxshidir. Agar niyat yaxshi bo'lsa, uning qarta uningga savob berildi. As'ilatul lil bahsi debdi. Ya'ni izlanib kelinglar deb savollarni tashlabdi topshiriq tariqasida. Birinchi, ma'lumlikki, usul fiqh ilmi haqida tunji bo'lib kitob yozgan kishi Imom Shofiydir. Hijriy 2-asrning oxirida. Ondaqda siz Imom Shofiyni buni yezishga undigan sabablardan 3 sababni bayon qiling. Ikkinchi savol. Imom Shofiydan ilgari usul fiqh ilmining qoidalari mavjudmidi? Agar u usul fiqh qoidalarini yezib, to'plab bir kitob qilib yozgan bo'lsak, uning haqiqiy roli qanday bo'ladi? Üçüncü, usul fiqh ilmi haqida yozgan kitoblardan 2 kitobning ismini bayon qiling. To'rtinchi, usul fiqh ilmini o'rganishning foydalaridan 3 foydani bayon qiling. Beshinchi, ijtihod ishiga taqilib ketdi, usul fiqh ilmini o'rganishga shunga ehtiyoj tushmaydi degan bu haqda sizning ko'z qarashingiz qanday? Oltinchi, ba'zi usuliylar usul fiqh ilmini ilmul ijtihod deb atalishga loyiq deb qaraydi. Unda siz bu so'zning dalillarini bayon qilib beqing. Bu topshiriq sizlarga qoldi. Izlanib keladigan topshiriq ko'pchilik qoldi. Darsimiz mushagicha bo'lsin. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.